Bugun erim to'lagan zakazlarimni raspakovka qilamiz. Birinchisi shunaqa oilaviy o'ynashimiz uchun Jenga o'yini. Sochim yog'li, oldingi shampunim perx qolgani uchun perxga qarshi va yog'li sochli uchun shampun oldim. Isomjoniga shunaqa sport sumkasi oldirtirdim. Har hafta futbolga boradilar, lekin tutishga sumkalari hali ham yo'q edi. Bu meni ularga sovg'am. Конечно, o'zimga ham sumka olmasdan tura olmadim. Menimcha hamma kiyimlar bilan mos tushadi. Ichini kattaligini qaranglar, как раз onalarga mos. Sizda ko'pincha labim yorilgani uchun shunaqa Nivea balzamini ishlataman. Oldin klubnishniligini ishlatardim, hozir bo'lsa yejevikaligini oldim. Qani ishlatib ko'ramiz. Qanaqa? Parisda tishlar chiqayotgani uchun shunaqa palochkalar zakaz qildim. Ishlatib ko'rib, foydasi bormi yo'qmi sizlarga aytaman. Men bu narsasini kiyimiga qistirib qo'ysanglar, yerga tushib ketmaydi. Va eng kutgan narsam Paris uchun uycha. Buni qaranglar, endi Paris ham shaxsiy uychasi bo'ladi. Bolaligimda shunaqa o'zimni uycham bo'lishini rosa orzu qilardim. Endi bo'lsa katta bo'lib o'zimni bolamga olib berdim. Bularni hammasini Uzum marketdagi kuzgi yarmarkadan juda ham hamyonbop narxga zakaz qildim. Siz ham kolleksiyadan o'zingizga kerakli narsalarni topib, foyda bilan xarid qiling.